Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Bugun 6-variantimizni tahlilini boshlaymiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha testni tahlil qilib beraman. Kamchiliklar uchun alohida barchadan uzr so'rayman. Birinchi savol. Demak, hisoblashimiz kerak. To'g'ridan to'g'ri yozib ketaman. Ilzosida 12 ni 4 ko'paytirilgan 3 deb yozib olsak, 4 dan 2 ni qosdan tashqariga olib chiqsak bo'ladi. 2 ilzosida 3 plus ilzosida 8 ni 2 ilzosida 2 deb yozib olsak bo'ladi. Taqsim 2 ko'paytirilgan 9 ni 1 taqsim 4-inchisi degani 2 ilzosida 3 degani. Minus 2 ni 3 taqsim 2-inchisi degani 2 ilzosida 2 degani. Minus ildizda 48 16 ko'paytirilgan 3 bo'lsa 4 ilzosida 3 ga teng bo'ladi. Taqsim ilzosida 2. Shunda teng birinchi kasrni suratidan mahrajdan 2 ni qavsdan tashqariga olib chiqib qisqartirsak bo'ladi. Bizda ilzosida 3 plus ilzosida 2 taqsim ilzosida 3 minus ilzosida 2 ifodamiz qoladi. Minus mana buni ham qisqartirishimiz mumkin. Ya'ni 4 ni 2 ko'paytirilgan 2 ta ilzosida 2 orqali ifodalasak, mahrajdagi bitta ilzda bilan qisqarib ketadi-da. Bizda 2 ilzosida 6 degan ifoda qoladi. Birinchi kasr mahrajini irratsionallikdan qutqaramiz. Ilzosida 3 plus ilzosida 2 ga ko'paytiramiz. Shunda bizda ilzosida 3 plus ilzosida 2 ni kvadrati suratda, mahrajda esa 3 minus 2 ya'ni 1 qoladi. Minus 2 ilzosida 6. Suratni kvadratga oshirsak 5 plus 2 ilzosida 6 ifodaga ega bo'lamiz. Mahraj 1 yozib o'tirmadim mahrajni. Minus 2 ilzosida 6 bo'ladi. Bular qisqarib ketsa bizda 5 qoladi. Javobimiz C bo'lyapti. Ikkinchi savolimiz funksiyani eng kichik qiymatini toping. Demak, funksiyani hosilasini olamiz. Bo'linmani hosilasi, suratni hosilasi 2x plus 2 ni hosilasi mahrajni o'zi minus suratni o'zi mahrajni hosilasi taqsim mahrajni kvadrati. Hosilani 0 ga tenglaymiz. Demak, buni soddalashtirib hosila olinsa 2 ko'paytirilgan to'g'ridan to'g'ri ko'paytirib ketaman ikkinchi qavsga. Birinchi qavs hosilasi 2, ikkinchi qavs ko'paytirsak 2x kvadrat minus 2x plus 4 minus 2x plus 2 keyingi qavsda 2x minus 1 hosila taqsim mahrajni kvadrati x kvadrat minus x plus 2 ni kvadrati. Ikkinchi qavsni ko'paytiramiz. 2x kvadrat minus 2x plus 4 minus 4x kvadrat minus 2x plus minus 2x ga teng bo'ladi. Minus 2 bo'lsa plus 2 taqsim x kvadrat minus x plus 2 ni qavs kvadrati teng 0 ga. Soddalashtiramiz. Suratni 0 ga tenglasak minus 2x kvadrat minus 4x plus 6 teng 0 bo'lyapti. X kvadrat plus 2x
minus 3 teng bo'ladi 0 ga. x1 va x2 ildizlar. Minus 3 bilan 1. Ishora tekshiriladi chunki ekstremum nuqtalarni topdik biz. Mana bu ishora o'zgarmagan holatda oraliqdagi ishoralarni tekshiramiz. Birdan katta 2 ni qo'ysak, juda manfiy qiymatga kelishadi, musbat, manfiy. Bizda mana bu minimum nuqta, bu esa maksimum nuqta bo'ladi. Bizdan eng kichik qiymat so'ralyapti. Minus 3 nuqtani x ni o'rniga qo'yib hisoblab qo'yamiz. Y teng minus 3 minus 6 plus 2 taqsim minus 3 ni kvadrati 9 plus 3 plus 2 minus 4 taqsim 14 minus 2 taqsim 7 ga teng bo'lyapti. Javobimiz C. Uchinchi savol. Tenglamani ildizlar yig'indisini toping. 2 ni x kvadrat minus x indisi plus, mana bu joyda 2 ni birinchisini alohida yozib olaman-da, qolgan qismini mahrajga, darajani manfiy holatda mahrajga tushirib yuboramiz. Teng bo'ladi 9 taqsim 2 ga. Ana endi belgilash yo'lidan foydalansak bo'ladi. To'liq mana bu ifodani a deb belgilasak, a plus 2 taqsim a teng 9 taqsim 2. Buni 2a ga mahrajga beramiz, ya'ni buni 2 ga, buni a ga ko'paytiramiz. Shunda bizda 2a kvadrat minus 9a plus 4 teng 0 ifoda paydo bo'ladi. Teskari viyet orqali ildizlarni hisoblasak 1 bilan 8 bo'lyapti. 1 taqsim 2 bilan 8 taqsim 2 degani 4. 2 ni x kvadrat minus x indisini a deb belgilaganmiz. Mana shu endi 1 taqsim 2 ga teng bo'lyapti. Ya'ni 2 ni minus 1 indisi deb yozamiz. Ikkinchi holatda bo'lsa 2 ni kvadratiga teng bo'lyapti. X kvadrat minus x teng bo'ladi minus 1 ga yoki plus 1 teng 0 deb hisoblasak bo'ladi. Bu joyda bo'sh to'plam. Ikkinchi holat x kvadrat minus x minus 2 teng 0 bo'ladi. Ildizlarimiz 2 bilan minus 1. Ildizlari yig'indisini toping. Ildizlar yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Javobimiz C. Keyingi savol, 4-savol. A ning qanday qiymatlarida parabolalar, ya'ni quyida berilgan parabolalar uchlari OX o'qidan yuqorida yotmaydi? Yuqorida yotmaydi degan so'z bu joyda parabolani deylik yoki OX o'qida yotadi yoki OX o'qidan pastda yotadi. Nima? Y0 nuqtamiz. Y0 yoki teng bo'ladi. Har bir tenglamada uni Y0, ya'ni parabola uchini Y koordinatasini 0 dan kichik yoki teng qilib ishlaymiz. Birinchi parabolamiz Y0. Y0 uchun bizda c minus b kvadrat taqsim 4a degan formula ham bor. Buni ishlatsak bo'ladi. Shunda bizda birinchi tenglamamizda c 4a minus b kvadrat 12a ni kvadrati 144a kvadrat taqsim 4a. 4a bu yerdagi a x kvadrat oldidagi koeffitsient mana shu. Ya'ni bu formulamiz
y teng ax kvadrat plus bx plus c umumiy holat uchun yozilgan formula. Shunda bizda 4 ni o'zi bo'ladi, kichik yoki teng 0 dan. Mana shuni ishlab qo'ysak, 4a minus 4 ga qisqaradigan bo'lsa, bizda 36 ga teng bo'ladimi? 36a kvadrat kichik yoki teng 0 dan. 4 ga yana qisqartirib, minus 4 ga qisqartirsak bo'ladi. Minus 4 ga qisqarsa 9a kvadrat minus a katta yoki teng 0 dan. A ni qolsan tashqariga olib chiqamiz. 9a minus 1 katta yoki teng 0. Interval usuli. Nol bilan 1 taqsim 9 nuqtalarimiz kiradi. Plus minus plus. Mana bu yechimlar birinchi kvadrat tenglama uchun. Endi savolga e'tibor bersak, bir vaqtda degan ya'ni bir vaqtda degan ma'noni qayerdan tushunib olamiz? A noma'lum parametr bu joyda bitta, ikkalasi uchun. Ikkinchi kvadrat funksiya uchun 6a plus 4 s minus b kvadrat taqsim 4a degan formulaga tushiradigan bo'lsak, s bizda 4 minus 6a ni kvadrati. 4 minus 36a kvadrat taqsim 4a. Ya'ni a bu yerda yana 1. Shuning uchun 4 ni o'zi kichik yoki teng bo'lishi kerak 0 dan. 4 ga qisqarsa 4 minus 9a kvadrat kichik yoki teng 0 dan. 9a kvadrat minus 4 katta yoki teng 0 dan. Ikkita qavsga ajraladi va ko'rishimiz mumkin minus 3 taqsim 2 taqsim 3 va 2 taqsim musbat 2 taqsim 3 degan qiymatlar. Musbat, manfiy, musbat chegaralarni. Mana bu bizda yechim oraliqlari. Shunda ikkalasini bitta son o'qida tasavvur qilsak, 2 taqsim 3. Aynan mana shu ikkinchi holatdagi yechim umumiy yechim ham hisoblanadi. Sababi 0 bilan 1 taqsim 9 quyidagi holatda joylashgan bo'ladi. Mana bunday. Birinchi yechimimizga ham ikkinchi yechim to'g'ri kelyapti. Demak, bunday yechim minus cheksizlikdan minus 2 taqsim 3 gacha, 2 taqsim 3 dan cheksizlikgacha B javobda bor. Javobimiz B. Keyingi savolga o'tamiz. 5-savol. Tenglamani ildizlari to'plamini tuzing. Tenglamani ildizlari to'plamini tuzing. Xo'p, demak bu yerda 2 plus modulda x minus 1 taqsim 6 minus 3x teng 1 taqsim 9 ifodamiz berilgan. Ya'ni modulda o'zimga qulay tartibda yozib oldim modulni. Modulning ochilishi 1 degan nuqta chegara. Bizda ikkita oraliq. Doim shunday ochamiz modulni. A oraliq, birinchi oraliqda modul qanday ochiladi? Manfiy ochiladi. Mana shu narsani qayerdan bilyapmiz? Bu narsani A oraliqda birdan kichkina bo'lgan sonlar ixtiyoriy birini x o'rniga qo'yib tekshirib olamiz. Modulning ichida qanday son hosil bo'lyapti? Manfiy son hosil bo'lyapti. Demak, A oraliqda manfiy ochiladi modul degani bu. 2 plus 1 minus x holati bo'ladi manfiy ochilsa. Taqsim mahrajdagi uch bilan tenglikni ikkinchi qismidagi uchni qisqartirib yuborsak bo'ladi. Unda bizda 2 minus x teng 1 taqsim 3 qoladi. Proporsiya yo'ldan foydalanamiz. 6 plus 3 minus 3x teng 2 minus x. Shunda bizda 2x teng bo'ladi 7 ga. X'imiz teng 3,5. Bu A oraliqda
Ya'ni birdan kichkina bo'lgan oralikda 3,5 ildizimiz yo'q. Shuning uchun buni yechim sifatida ola olmaymiz. B oralikda musbat ochiladi. 2 plus x minus 1 taqsim 6 minus 3x teng 1 taqsim 9. Ya'ni qisqartirib yuborsak ham bo'lardi. Mayli. 18 plus 9x minus 9 teng 6 minus 3x. Bizda 12x teng bo'ladi. 9 qolyapti. Minus 4 esa minus 3 ga. X'imiz teng minus 1 taqsim 4. B oralikda manfiy yechim yo'q. Manfiy yechimlar to'plami emas. Buni ham ola olmaymiz. Demak bizda bo'sh to'plam holati. Javobimiz D. 6-savol. Quyida 1 faktorial, 2 faktorial va hokazo 27 faktorial berilgan. Yig'inda 12 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Bu narsani tushuntirib beraman. Ya'ni 12 ga 4 faktorialdan boshlab qoldiqsiz bo'linib ketadi. Ko'paytmamiz. Nima uchun? 4 faktorial nima degani? 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4. Bizda 12 ga bo'linish uchun ko'paytmada 3 va 4 ni borligi yetarli bo'ladi. Chunki ko'paytmasi 12 bo'ladi. 3 va 4 ni borligi yetarli bo'lsa, bu 4 faktorialdan boshlab yuqori, ya'ni 27 faktorialgacha barcha ko'paytmada bor. Shuning uchun 4 faktorialdan boshlab 27 faktorialgacha bo'lgan sonlar 12 ga qoldiqsiz bo'linadi. Biz faqat 3 faktorialgacha bo'lgan qismni tekshirib olsak, shuni o'zi yetadi. 1 faktorial 1, uni 12 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladi. 2 faktorial 2 ga teng bo'ladi, uni 12 ga bo'lsak 2 qoldiq qoladi. 3 faktorial bizda 6 ga teng bo'ladi, uni 12 ga bo'lsak 6 qoldiq qoladi. Qoldiqlarning yig'indisini hisoblaymiz. Qoldiqlar yig'indisi 9 bo'lyapti. 9 ni 12 ga bo'lsak 9 qoldiq qoladi. Shunda javobimiz C. 7-savol. Agar ABC to'g'ri burchakli 3 burchakda AB perpendikulyar BC ga AD teng DC ga chizmada barchasi berilgan va AE taqsim 3 AE taqsim 3 EB ga, ya'ni tushunarli. Mana bu chizmamizda EB ni x desak, bu 3x ekan. Bu ham teng BC taqsim 2 ga. Demak, BC'imiz 2x bo'ladi. Burchak alfani toping degan. Xo'sh, umumiy 4x, 2x. Bizda mana bu AC tomonni topib olsak ham bo'ladi. Bu holatda yoki D3 dan balandlik tushirsak. D3 dan balandlik tushirsak balandligimiz BC ga parallel bo'lgani uchun AC ni qanday nuqtada, qanday nisbatda ajratgan bo'lsa, BA ni ham xuddi shunday nisbatda ajratadi. Demak, AC ni teng 2 ga ajratgan D nuqta, mana bu nuqtamiz ham BA ni shunday teng 2 ga ajratadi. Demak, o'z-o'zidan bu x ga teng bo'ladi. Yuqori 2x bo'ladi. Xo'p, endi bundan kelib chiqib yana bitta balandlik tushirib olsak bo'ladi. Bu balandlik BC tomonni ham ayni AB ga parallel bo'lgani uchun teng nisbatda bo'ladi. Ya'ni x, bu ham x ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri burchakli to'g'ri to'rtburchak hosil bo'lyapti. B va mana bu nuqtalar orqali bu x ga teng ekan, mana ko'rdik. Bu ham x ga teng bo'ldi. Mana bu joyda kichkina to'g'ri burchakli uchburchakka e'tibor bersangiz, alfamiz x teng yo'li to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun 45 gradusga teng bo'ladi.
Javobimiz C. Keyingi 8-savolga o'tamiz. Bu savolda ABC uchburchakda BD 3 ildiz ostida 2 chismani mana bu joyga olsak yaxshi bo'ladi. Agar ABC uchburchakda BD 3 ildiz ostida 2, EC 8 bo'lib, mana bular tengliklar bor. AE ni AD ga nisbati so'ralyapti. AE ni AD ga barcha ma'lumot bor. Buning uchun bizda AE ni biz y deb belgilab olsak, AD ni x deb belgilab olsak, mana bu burchaklar teng ekan. Alfa desak, bu ham alfa. Va burchaklar va uzunliklar ma'lum. Bu yerda sinuslar teoremasidan foydalansak, ishimiz oson bo'ladi. Ya'ni 3 ildiz ostida 2 ni sinus alfaga nisbati BDA uchburchak uchun x ni sinus 45 ga ildiz ostidagi taqsim 2 ga nisbatiga teng. Endi AEC uchburchak uchun esa bizdan yozaman 8 ni sinus alfaga nisbati y ni sinus 30 gradusga, ya'ni 1/2 ga nisbatiga teng bo'ladi. Birinchi holatda bizda x mizni topib olsak, x teng bo'ladi. Buni ko'paytiraman va ko'paytirganda ikkita ildizda 2 ni berib 2 bilan qisqarib ketadi va bizda 3 taqsim sinus alfa qoladi. Ikkinchidan y ni topaman. Y ni topsak 1/2 ko'paysa 4 taqsim sinus alfa qoladi. Mana shular nisbatini so'rayapti bizda AE ni AD ga. Mana AE ni, ya'ni y ni x ga ekan. Buni teskarisi bo'ladi. Bu 3 taqsim 4 bo'lsa bizda javob 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Javobimiz B. 9-savol. Tenglamani yeching. Bu tenglamada asosni 2 ni asos 2 bo'lgan daraja shaklida yozib olsak, 2 ni 4x plus 4 taqsim 3-si teng bo'ladi 2 ni 3 bo'lsa 9x minus 6 taqsim 2-siga. Shunda 4x plus 4 taqsim 3 teng bo'ladi 9x minus 6 taqsim 2 ga. Proporsiya yo'ldan foydalanamiz. 8x plus 8 teng 27x minus 18. 19x teng bo'ladi 26 ga. X'imiz teng 26 taqsim 19. Javob B bo'lyapti. O'ninchi savol. Shakl almashtirish savollari bo'lsa nimaga teng? Berilgan narsadan, ya'ni x teng y taqsim surat mahrajini almashtirib olsak, 1 taqsim x teng bo'ladi bizda y plus 1 taqsim y ga. Shunda 1 taqsim x teng bo'ladi. Mana bu 1 plus 1 taqsim y. 1 taqsim y ni tenglikni ikkinchi qismiga olib o'tsak, 1 taqsim y teng bo'ladi 1 ga. Mahrajni berib olsak, y minus x taqsim x y teng bo'ladi 1 ga. Bu bizda berilgan ma'lumot. Endi ikkinchi qavs emas, ikkinchi ifoda. Y minus x y plus x taqsim x y ni mahrajda qavsdan tashqariga olib chiqsak, y plus x qoladi. Qavsda ular qisqarib ketsa, y minus x taqsim x y qolyapti. Bu bizda 1 ga teng edi. Javobimiz D. Keyingi 11-savol. Agar fx mana bunga teng bo'lsa, fx va gx funksiyalar berilgan. Bizdan mana bu ifoda
so'ralyapti. Bu ifodadagi a so'ralyapti to'g'rirog'i. Bu qanday ma'lumot? F j qausda f ni minus birinchisi a degani teng shu ln 2 ga. Mana shunday. Biz birinchi navbatda f ni teskarisini topib olamiz. Ya'ni fx va x o'rnini almashtirib olsak, x teng bo'ladi minus logaritm 2 asosga ko'ra f minus 1 x deb yozsak ham bo'ladi. F minus 1 x ni topish uchun birinchi minus ishorani ikkinchi tarafga o'tkazsak ham bo'ladi. Shunda 2 ni minus x insi bo'ladi. Va bunga a qo'yish so'ralgan f minus 1 a. Bu 2 ni minus a insi bo'ladi. Ana endi bu j 2 ni minus a insi sifatida yoziladi. Bu teng ln 2 ga. J hosilam j funksiyamiz logaritm 10 asosga ko'ra x. Mana shuni o'rniga logaritm 10 asosga ko'ra 2 ni minus a insini qo'yaman. Bu teng ekan ln 2 ga. Endi minus a teng bo'ladi ln 2 taqsim lg 2 bo'lyapti. Shunda lg 2 minus a teng bo'ladi. Buni mana bunday yozib olsak bo'ladi. Logaritm asosga ko'ra 10 minus a minusni tenglikni ikkinchi qismiga o'tkazsak ln 10 ni minus birinchisi ifodaga aylanib qoladi. Demak, bu javob D javobda. Keyingi 12-savol. Grafika tasvirlangan funksiyaning eng kichik musbat davrini toping debdi. Demak, quyidagi grafik eng kichik musbat davri trigonometrik funksiya davr topish qanday bo'ladi? Mana grafikni eng cho'qqisi, ya'ni 1 nuqtaga erishyapti mana shu joyda. Va yana qancha masofadan so'ng aynan yana shunday cho'qqi, ya'ni 1 ga erishadi. Buni ko'rishingiz mumkin. 2pi va 0 oralig'ida bo'lyapti. Bu 2pi dan 0 ni ayirsak 2pi ga teng bo'ladi. Javobimiz D. O'n uchinchi savol. Chizmada qaysi funksiya grafika tasvirlangan? Chizmada S OY ni 2 nuqtadan kesib o'tgani uchun bu yerda A'miz mana bunday tekshirib olsak ham bo'ladi. 2 bu s ni bildiradi. ax kvadrat plus bx plus c dagi. Demak, funksiyalarimizda 2 bu, ya'ni ozod xat 2 bo'lgan javoblarimiz 3 ta. Endi 1 va 2 nuqtali funksiyani nullari, ya'ni shu nuqtalarda funksiya 0 ga teng bo'ladi. 1 ni qo'ysak mana bu funksiya o'rniga, ya'ni variantlari ichida 3 ta qoldi-da, C javob chiqib ketdi bizda. 1 ni qo'ysak 2 minus 1 plus 2 0 ga teng bo'lmayapti. B javobda 1 ni qo'ysak 0 ga teng, 2 ni qo'yib tekshirsak 2 da ham 0 ga teng bo'lyapti. Demak, javobimiz B. Juda ham oson. Savollar, yechimlar, javoblardan foydalanamiz. Trigonometrik ifodamiz x 0,5 oralig'ida bo'lsa, buni soddalashtirish kerak. Demak, ildizda 1 minus 2 sinus x ni 1 ni sinus kvadrat x plus cosinus kvadrat x deb yozib olamiz. Minus 2 ko'paygan sinus x ko'paygan cosinus x ildiz ostida taqsim 1 minus sinus x
ko'paygan kosinus x ko'paytirilgan sinus x plus kosinus x. Keyingi ikkinchi qavsimiz sinus kvadrat x minus kublar yig'indisi bo'yicha formulaga tushiryapmiz. Kosinus x plus kosinus kvadrat x taqsim sinus x minus kosinus x sinus x plus kosinus x. Mana shu holatda ildiz ichidagi ifodamiz to'la kvadratga ajraladi. Faqat to'la kvadratga ajralganda bitta muammo bor. Bizga bergan shartga e'tibor berishimiz kerak. X 0 va 45 oralida bo'lgani uchun 0 dan 45 gradusgacha sinus kattami yoki kosinus kattami? Shunga e'tibor beramiz. 0 dan 45 gacha bo'lgan oralikda kosinus sinusdan ko'ra kattaroq. Shuning uchun ildizdan kosinus x minus sinus x chiqadi. Ya'ni musbat son chiqishi kerak ildizdan. Taqsim qolgan ifodalar, bu ifodalarni qisqartirib ketsak, mana bu bilan bu qavs qisqaradi. Nima uchun? Kosinus kvadrati x plus sinus kvadrati x 1 ni beradi. 1 minus sinus x ko'paygan kosinus x bo'lib qolyapti. Bu ifoda bilan mana bu qisqaradi. Qavs ichida mahrajda bizda sinus x minus kosinus x qolyapti. Bu minus 1 ga teng. Javobimiz D. Beshinchi savol. X 10 taqsim 7 bo'lsa, mana buni hisoblang degan. Mahraj 1 plus x plus x kvadrat plus x ni 3-chisi plus va hokazo x ni 9-chisi plus x ni 10-chisigacha borgan. Buni biz geometrik progressiya orqali ifodalasak bo'ladi. Ya'ni b1 bizda b2 x b3 x kvadrat, demak q teng bo'ladi x ga. Ya'ni mahraj geometrik progressiyani mahraji. Biz yig'indini hisoblashimiz kerak. S 11 ni 11 ta xat bo'lgani uchun b1 taqsim b1 ko'paygan q ni 11 minus 1 taqsim u minus 1. b1 bizda 1 qx uni 11-si minus 1 taqsim x minus 1 bo'ladi. Mana shu ifodani to'liq ifodalasak, mana suratda o'zi x ni 11-si minus 1 taqsim mahrajimiz x ni 11-si minus 1 taqsim x minus 1 bo'lyapti. Unda bular qisqarib ketsa x minus 1 ni o'zi qoladi. X'imiz 10 taqsim 7 ga teng bo'lsa, undan 1 ni ayiramiz. 3 taqsim 7 yechim qoladi. Shu yechimga ega bo'lamiz. Keyingi savolimiz 16-savol. Funksiyani hosilasini olish kerak va bir qo'yish kerak. Murakkab funksiyani hosilasi birinchi daraja bo'yicha hosila olsak, bizda 3 ko'paygan x kvadrat minus x ni kvadrati plus x plus 1 ni ikkinchisi bo'ladi. Keyingi qavsga o'tamiz. Keyingi qavsda 2 ko'paygan x kvadrat minus x ni o'zi plus 1 bo'ladi va undan keyingi murakkablik 2x minus 1 ga teng bo'ladi. 1 ni qo'yib hisoblasak, 3 ko'paygan mana bu qavs 0 ga teng bo'ldi. 2 ni kvadrati 4. Ko'paytirilgan keyingi qavs 1 ni qo'ysak, yana 0 ga teng bo'ladi. 1 bo'ladi. 1 ni qo'ysak, bu ham 1 bo'ladi. Bu 12 ga teng bo'lyapti. Javobimiz A. 17-savol. Agar kubda AE taqsim E B1 taqsim 2 bo'lib mana kub bizda AE ni EB ga nisbati 1 taqsim 2. AE ni EB ga. Tushunarli. Burchak alfa bo'lsa tangent alfani toping. Demak, mana bu burchak alfa. Bu burchak alfa bo'lsa,
buni reaksiyasi yon yoqni diagonali bo'ladi. Mana bu burchak alfa. Bu 90 gradusga teng. Demak, kubni mana bu 2x, bu x ga teng ekan. Nisbat berilgan nisbat bo'yicha kubni qirrasini 3x deb olamiz. Kubni qirrasini 3x deb olsak, diagonal 3 ildiz ostida 2x bo'ladi. Alfani tangenasi qarshidagi katetni yopishgan katetga nisbatan 3 ildiz ostida 2 taqsim 2 bo'ladi. 3 ildiz ostida 2 taqsim 2 b javobda. o'n sakkizinchi savol. Funksiyaga teskari funksiyani toping. Y teng arc sinus x plus x taqsim 3 plus 2. Ikkala tarafni arklasak, ya'ni bu yerdan x ni topishimiz kerak. Teskari funksiya topishda. Arc sinus y teng bo'ladi. Bu qismda x taqsim 3 plus 2 qoladi. 2 minusda 3 ni ko'paytirish orqali ikkinchi tenglikni ikkinchi qismiga olib o'tamiz. Shunda 3 arc sinus y minus 6 ga teng bo'ladi. 3 sinus. Bu yerda arc sinus emas, sinuslashimiz kerak edi. Mana shu joyda adashib ketdim. Sinuslasak, mana bu qism yo'q bizda. Ya'ni sinuslasak ikkala qismni sinus y, bu yerda arc sinusdan qutulamiz. Shunda x'imiz teng bo'ladi 3 sinus y minus 6 ga. X bilan y ni o'rni almashgan bo'ladi. Buni bilamiz. Javobimiz C bo'lyapti. Keyingi 19-savol. Ikkita funksiya berilgan va ular kesishidan hosil bo'lgan yuza. X ni kubi giperbola bilamiz biz buni. Mana bu eskiz. 4x esa chiziqli funksiyamiz. Mana bunday bo'ladi. Demak, kesishidan hosil bo'lgan yuzalar mana. Birinchi yuzani hisoblasak ham bo'ladi. Bular qaysi nuqtada kesishadi? Uni tenglab topamiz. 2 va minus 2 bo'lgan nuqtalarda kesishadi. Biz buni 0 dan 2 gacha integral 4x minus x ni 4x minus x ni kubi dx deb hisoblasak ham bo'ladi. Keyin oxirida yechimni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Simmetriklikdan foydalanyapmiz shunda. To'rt x dan boshlang'ich 2x kvadrat bo'ladi. Minus x ni 3-dan x ni 4-si taqsim 4 bo'ladi. 0 dan 2 gacha. 2 ni qo'ysak bizda 8 minus 16 taqsim 4 4. Bu 4 ga teng bo'ladi. Mana bu yuza 4 ga teng ekan. Bu yuza ham 4 ga teng bo'ladi. Yechimimiz 8. Yigirmanchi savol. Tomoni 10 bo'lgan muntazam 8 burchak kichik diagonali nimaga teng? Mana bizda 8 burchak. Buni eng kichik diagonali. Tomoni 10 ga teng. 8 burchak.
eng kichik diagonalida noto'g'ri. Mana bu eng kichik diagonal. Tomon 10 ga teng. Diagonal biz mana bu burchakni topib olamiz. 180 ko'paytirilgan n minus 2 taqsim n formula orqali bu burchakni hisoblasak bo'ladi. 8 ni qo'ysak n o'rniga 135 gradusga teng bo'ladi. Va 135 gradusga teng bo'lsa, biz kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. D kvadrat teng 10 ni kvadrati plus yana 10 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan minus 2 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan kosinus 135. Kosinus 135 da minus ilzosi 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Shuning uchun bu joy plus bo'ladi. Bu bilan bu qisqaradi. D kvadrat teng bo'ladi 200 plus 100 ilzosida 2 ga. 100 ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, D 100 dan 10 chiqadi. 10 ilzosida 2 plus ilzosida 2 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz A. Keyingi 21-savol. Agar AK ketma-ketlikda quyidagilar berilgan bo'lsa, A8 ni so'ragan. A1 bizda 40. Biz A2 ni topib olamiz. A2 teng bo'ladi. Mana AK plus 1 teng K degan. Demak, A2, ya'ni A ni o'rniga 1 qo'ysam, A2 hosil bo'ladi. K ni o'rniga 1 qo'ysam to'g'riroq. A1 minus K bo'lyapti shunda. O'z-o'zidan A2 teng bo'ladi. A1 bizda 40 minus 1 K1 qo'ydik-ku. 39 ga teng bo'ladi. A3 ni topmoqchi bo'lsam, A2 dan, ya'ni 39 dan 2 ni ayirishim kerak. Bu 37 bo'ladi. A3 ni, A4 ni topmoqchi bo'lsam, 37 dan ayiramiz 3 ni. Bunda 37 33 ga teng bo'ladi. 34. E'tibor beramiz. A1 bizda 40 edi. Keyingi xat 39. Keyingi xat 37. Mana bu joyda A1 40. Mana bu bitta kam. Bu esa oldingi xatdan 2 ta kam. Bu esa oldingi xatdan 3 ta kam. Keyingisi esa oldingi xatdan 4 ta kam bo'lsa 30 ga teng bo'ladi. Va hokazo, ya'ni A5-xatimiz 30 bo'lsa, A6-xatimiz bizda 5 ta kam bo'ladi, 25 bo'ladi. A7-xatimiz 6 ta kam bo'ladi bu xatdan, 19 bo'ladi. A8-xatimiz 7 ta kam bo'lsa, 12 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz C. Yigirma ikkinchi savol. Chizmada fx funksiya grafiki tasvirlangan grafikdan foydalanib quyidagilarni hisoblashimiz kerak. Bu holatda integralni differensialga olib kirish usulidan foydalanamiz. Ya'ni f hosili x ni differensialga olib kirsak, d boshlang'ich fx bo'ladi taqsim f kvadrat x. Buni belgilashdan foydalansak bo'ladi. D t taqsim t kvadrat bo'lyapti. Shunda boshlang'ichimiz t ni minus ikkinchisi holatida yozilsa, t ni minus birinchisi taqsim minus 1. Ya'ni minus 1 taqsim fx bo'ladi. 0 dan 3 gacha. 3 ni qo'ysak, minus 1 taqsim f3 minus 1 taqsim f0. f3 da funksiya 2 ga teng, minus 1 taqsim 2. f0 da 4 ga teng, plus 1 taqsim 4. Bu minus 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Javobimiz B.
23-savol. Chizmada OABS to'g'ri to'rtburchak va markazi O nuqtada bo'lgan chorak aylana tasvirlangan bo'lib, S1 S2 ga teng. Mana bu yuzi teng. AD 4. OC fan topishimiz kerak. Demak, bizda mana bu yuzi qandaydir S3 yuzi bo'lsa, S1 S2 ga teng ekan. S1 ga S3 ni qo'shsam, bu to'rtburchak yuzasiga teng bo'ladi. Ya'ni 12 ko'paytirilgan x ga. Endi S2 ga S3 ni qo'shsam, bu chorak aylana yuzasini beradi. Ya'ni 8 bo'lsa, pi r kvadrat taqsim 4. R kvadrat 8 ni kvadrat 64, 4 ga bo'lsak 16 bo'ladi. 16 pi. S1 S2 ga teng. S3 lar ham teng. Demak, bu yuzalarimiz 12 ko'paytirilgan x teng bo'ladi 16 pi ga. X ni topadigan bo'lsak, 4 pi taqsim 3 ga teng bo'ladi. Javobimiz C bo'lyapti. 24-savol. Ifoda yoyilmasidagi x ni 5-darajali hadi koeffitsiyentini toping. X ni 5-darajasi bo'lish uchun bizda e'tibor beringlar. Ya'ni x taqsim 2 minus 2 taqsim x ni 7-si bu qanday bo'ladi? S 7 dan 0. Ya'ni x taqsim 2 ni 7-si 2 taqsim x ni 0-si bo'ladi. Keyingisi S7 dan to'g'rog'i minus 2 taqsim x ni desak adashmaymiz. 7 ni birinchisi x taqsim 2 ni 6-si 7 minus 1 6-si minus 2 taqsim x ni birinchisi bo'ladi. Shu tartibda davom etadigan bo'lsa, mana shu ikkinchi xatni o'zida x ni 6-si bu yerda x ni birinchisi bo'ladi. Qisqartirishdan keyin x ni 5-si hosil bo'ladi. 7 dan 1 bizda 7 ga teng. Ko'paytirilgan x taqsim 2 ni 6-si degani x ni 6-si taqsim 2 ni 6-si 64. Ko'paytirilgan minusni oldiga chiqaramiz, minus 10 hosil bo'ladi. 2 taqsim x. Shunda bizda minus 7 taqsim 32 hosil bo'ladi. Koeffitsient. Manfiy ishoralarga e'tibor berishimiz kerak. Umuman manfiy emas, ishoraga. 25-savol. To'plam berilgan. To'plam nechta 3 elementli qism to'plamlarida A elementi qatnashib, B elementi qatnashmaydi. A elementi qatnashganlari bizda barcha umumiy barcha elementlarni nechta 3 elementli debdi. Bizda 1 2 3 4 5 6 ta element bor. 6 ta elementdan bizga B element qatnashmasligi kerak. Shunda 5 ta element qoladi. 5 ta elementdan 3 talik qism to'plamlari. Faqat A elementi qatnashi kerak. A elementini ham olib qo'ysak, 4 talik elementlardan 3 talik guruh qilgani bizga kerak emas. Shunda 5 dan 3 10 ga teng bo'ladi, 4 dan 3 esa 4 ga teng bo'ladi. Ayirsak bu 6. Javob A ga teng. A bo'ladi. 26-savol. Qutida 4 ta qora va 5 ta oq shar bor. Qutidan tavakkaliga olingan 2 ta sharni ikkalasi ham oq shar bo'lish ehtimolini toping. Umumiy 9 ta shar bor qutida. Birinchi tanlanganda oq shar bo'lish 5 taqsim 9 bo'ladi. Endi bir-biriga bog'liq bu ishlar, hodisalar. Birinchi shar oq chiqdi. Endi oq sharlarimiz 4 ta qoldi. Umumiy sharlar ham 8 ta bo'ldi. 1 taqsim 2 ga teng bo'lsa, 5 taqsim 18 bo'ladi. Bu hodisani ro'y berish ehtimoli.
27-savol. Matematika olimpiadasida 25 ta savol bor. Agar o'quvchi to'g'ri yetsa 5 ball oladi. Agar noto'g'ri javob yozsa 1 ball yo'qotadi. Javob yozmasa ball ola olmaydi. Jasur imtihonda 56 ball oldi. Eng ko'pi bilan 13 ta savolga javob yozgan. Bu joyda javobimiz to'g'ridan to'g'ri aytaman 13 ga teng bo'ladi. Sababi undan keyingi 14 ni qo'yib hisoblasak ham 56 balldan yuqori ball, ya'ni 56 ballni yasab bo'lmaydi. Shuning uchun 28-savol. Agar muntazam oltiburchakli prizmada BS 4, BS ya'ni qirra, asos qirrasi, balandlik yon qirra 6 bo'lsa, shu prizma hajmini toping debdi. Prizma hajmi S asos ko'paytirilgan H balandlikdan iborat. S asos bizda oltiburchakli ko'pburchak, muntazam oltiburchak. Muntazam oltiburchak yuzasini topish formulasi. Agar qirrasi A ga teng bo'lsa A kvadrat ildiz ostida 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 6 bo'ladi. Ko'paytirilgan hashimiz bizda 6 ga teng. A bizda 4 asos qirrasi. 4 ni kvadrati 16, 4 bilan qisqarsa 4 qoladi. 4 ildiz ostida 3 ko'paytirilgan 36. Bu 144 ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Javob D. Yigirma 29-savol. Belgilashdan foydalansak bo'ladi. X darajasida logaritm 5 asos kor 2 plus 2 ni birinchisi ko'paytirilgan 2 ni logaritm 5 asos kor x teng 6. X bilan 2 ni o'rnini almashtirsak va shuni A deb belgilasak, A plus 2A teng 6 bo'lyapti. 3A teng 6, A teng 2. Shunda 2 darajada logaritm 5 asos kor x teng 2 ni birinchisi. Logaritm 5 asos kor x teng 1, x teng 5 bo'ladi. Mana bu 5 bo'lsa, 5 asos kor 625 degani 4 ga teng bo'ladi. Ya'ni 5 ni nechinchi darajasi? 625. 4-darajasi. Oxirgi savolimiz ABST uchburchakli piramidani ABC yon tomoni muntazam uchburchakdan iborat. Mana bu ABC. Agar AT perpendikulyar uchburchak BST ga, mana bu asosga perpendikulyar, ya'ni balandlik bo'lib, BS6 o'lchovlar berilgan, BTS 90 gradus burchak bo'lsa, ATX ni toping degan. Bu holatda mana bunday kub yo'q. Chizishga harakat qilaman. Tasavvur qilamiz. Mana shu kub bo'lgandagina BAC teng tomonli muntazam uchburchakdan iborat bo'ladi. Teng tomonli. Boshqa holatda emas. Demak, bu kubni qandaydir qismi. Bu kub bo'lsa va bu BC diagonal 6 ga teng bo'lsa, yon qirra 6 taqsim ildiz 2 bo'ladi. Ya'ni 3 ildiz ostida 2. Mana bu ham 3 ildiz ostida 2 bo'ladi. Shunda x'imiz ham 3 ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi. Javob D. Mana savollarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi test tahlillarida ko'rishguncha sog' bo'ling.